Moskva hamda Moskovskiy oblastida ish qidirib yuribsizmi? Unda mana shu videoni oxirigacha ko'ring, albatta siz ishlik bo'lasiz. Bizda yana Moskva hamda Moskovskiy oblast territoriyasida ish bor. Skaladda bu safar bu skaladlarimizda yotoq, registratsiya, borib kelish, forma, obed mutlaqo tekin. Obed oldin yo'q edi, hozir obed bor. Bu Yandex Skalad, Ozon emas, boshqa emas. Yandex Skalati. Mana shu Yandex Skalati Moskvada ham bor, Moskovskiy oblastda ham bor. Sizda muhimi Moskva yoki Moskovskiy oblast patent bormi? Tezda ekranda nomer turibdi. Tezroq telefon qilishingiz mumkin. Ish chista объемga. Faqat hozircha erkaklarga joy bor. 18 dan 40 yoshgacha bo'lgan, rus tilini biladiganlarga. Chunki rus tili znaniya oz bo'lsa-da bo'lishi kerak Zuhriddin, deyapti. O'shaning uchun iltimos, rus tilidan oz-muncha bo'lsa ham xabaringiz bo'lsa, 18 dan 40 yoshgacha bo'lsangiz, erkaklar faqat Moskva yoki oblast patentingiz bo'lsa, ekrandagi nomerga tezda telefon qiling, sizga to'liq adres berishadi, borasiz, joylashasiz, inshaalloh Xudo xolasa ishni boshlaysiz. Oyliklari 1 oyda 2 marta, har hafta avansi bor. Bez объем emas, smenalik emas, ya'ni объемga. Ya'ni smenasi 3500-3800 rubldan smenasi 6000-7000 rublgacha. Bu kim qancha tez ishlasa, shuncha ko'p oylik oladi degani. Birinchidan 15-dan pulini 25 ta, 15dan 30gacha pulini keyingi oy 10-da. Mana shunaqa qilib oyda 2 marta oylik olasiz. Yana kimga nima tushunarsiz bo'lsa, mana shu ish haqida to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlaringizga hozirdan telefon qilinglar, o'zingizga kerakli ma'lumotlarni bemalol olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ha, albatta, Zuhriddin Musofir kanaliga obuna bo'lmaganlar, obuna tugmasini bosib, mana shu videoga maksimal like bosib, kengroq tarqatib qo'ysalar degan umiddaman. Rahmat hammaga oldindan.